Assalomu alaykum do'stlar. Kompyuterga salom kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan haligi nima videokartamizga driver tortishim kerak deb birinchi qismni tugatgandim. Endi ikkinchi qismda bo'ladi degandim. Ikkinchi qismda mana sizlarga bugun kamerani ham, videokartani ham obzor qilib bermoqchiman. Birinchi bo'lib videokartani mana grafik protsessor bandligini ko'rib turibsizlar. Endi sizlarga bunday qilib dispetcher zadashga kiramiz, panel zadashni masiga bosib turib. Производительность o'tadigan bo'lsak, mana GeForce GTX 750 Ti 2G bo'lsa kerak, mana 2G. Endi buni nima qilyapti? Ishlatyapti. Endi sizlarga birinchi bo'lib Minecraftda ko'rsataymi, Counter'dami? Counter va Minecraftda nima qilish degan video olaman menimcha. Birinchi Minecraftda ko'rsataveray. Kamerani bandligini oxirroqda ko'rsataman. Kontrda ham nima qilaylik. Kamerani o'zi shunda ham videoda ko'rib turibsizlar sifatini. Sifati video kameraning sifati zo'r. Ancha yaxshi. IT va Gru. Gruga bosamiz, endi kutamiz. Dun 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 alt z bosadigan bo'lsa video kartamiz mana ishlar ekan. Hop, birinchi bo'lib sizlarga qurgan narsalarni ham, FPS'ni ham ko'rsataman. Dun 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 ran dun 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 degan ovozlar chiqib turadi Minecraft. Minecraft o'zi любой ham ishlayveradi. Endi menda albatta tarvuz ferma bu ishlayapti. Kecha tarvuz ishlayapti shekilli. Va nimadirdi? Haligi kesmagan yo'q ekan. Ya mana ishlab turib, mana ishlamay qolar ekanda bu. Reis. Mana. Nima qilish kerak? Haligi mexanizm bor edi-yu, shuni qo'yish kerak. Endi o'zimiz ishlatamiz chunki nima qilmayapti. FPS'imiz o'rtacha yaxshi. Asal ham nima ishlayapti? O'zidan o'zi chiqaraveradi endi bu. Shunisi yomon. Asal nimasini chiqaravergan yaxshi. Kirib chiqishiga ham nima qilyapti? Mana mexanizmi yaxshi ishlayapti akalar. Hop, normal ishlayapti akalar. FPS'imiz qatmayapti asosiysi. Aytgancha men chanklar ko'tarib qo'ydim. Chanklar tushirsam endi ko'rasizlar bog'ini. Mana 74 59 62 demak o'rtacha 60 FPS ekan. Va yana qurgan narsalarimdan biri mana bu bo'ladi. Mana nima kaktus fermada xullas. Kaktusdan u qilib ishlatsa bo'ladigan narsa esa o'zimcha endi.
Hop, endi akalar biz Minecraftda ko'rganimizlar FPSlar yaxshi. Endi bu yerdan chiqamiz. Endi sizlarga programmani ishga tushiraman. FPS o'lchaydigan. Bundan oldin ham bitta video olgandim. Counterdan nimagadir nima qilmadi. Video olmagan ekan. O'shanga hozir qaytarib yana olyapman o'zi to'g'risi. Hop, endi bu yerdan chiqib turib o'tirib kiramiz. Menimcha olyapti degan umiddaman. Olmasa uzr akalar. Hop, Dust hamma taniydigan zonada o'ynaymiz. Olmasin hamchi o'zi ko'rsatib qo'yaman. Avtomatik yig'ilib sizlarga teksta o'yinlar ko'rsatib beraman. Minecraft ko'rsatib. Hop akalar. Yaxshi. Men bandikamda olyapman. OBS'da qandaydir boshqa qilyapti. Tez oladi. Yordam kerak. Mana? Rostdan ham zilni o'ldiribdi o'zimigan. Vay, shunaqa dablar. Invert Nike'da o'ynaylik. Bu ham yaxshi karta akalar. Sizlarga bitta men o'lib, xullas ko'rsatib beraman. Mana bu 100 FPS chiqib turibdi o'yin jarayonida. Agar olmasa montaj deb o'ylamanglar. Bu nima bas. Ya bo'lmasa shu joyni sizlarga ko'rsataman. Qaytadan kirib. Ana bo'ladi. Mazza ekan va hop, endi bag'da qaraymiz. Sen bag'da chiqib aqlanmayapsan. Не нужно поддержка kerak emas. Mana FPS'lar 100 dan tushmayapti akalar, ko'rib turgan bo'lsalaring. Endi o'yinlardan chiqamiz. Kamerani ham bitta ko'rsatib o'taman agar 10 minutga bo'lmasa. Kameramiz to'g'risi videoga olmayapti. Uni programmasidan sizlarni videoga ishlamayapti. Ishlab qolsa yaxshi edi. Xullas foydalanyapsiz deyapti. Hop do'stlar, shu bilan to'xtalar, CapCut'da ham ko'rsataymi? CapCut'da ham ko'rsataman agar. Yo'q, CapCut o'zi o'yin emas-da. Shu bilan videomiz tugadi do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlar yozib ketishni unutmanglar do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar. Shu bilan videomiz tugadi.